47 ming AQSh dollarga mana shu DAF XF Euro 6 ni pritsep bilan birgalikda bosib olsangiz bo'ladi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan tegach yurgan masofasi 920 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Avtomat korobkada salonni ichki holatini videoda ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Ratsiya taxograflari ham mavjud. Mashina ishlab turgan mashina yaqinda restdan qaytgan. Rossiya, Qozoq, Xitoyga strixovkalar ham tayyor bor ekan. Pritsepi 2011-yilda ishlab chiqarilgan 105 kubalik kroni pritsep. Moslari safmos utka. O'zi yaqinda ham xuddi mana shu joyda shuni sherigini qo'yilganda tegachchi o'zi standartida o'zi sotilib ketdi. O'zimni oshnam oldi 30.560 dollarga baraka bo'ldi. Buni ham egalari bilan savdolashib yaxshi narxlarga olishingiz mumkin. Qiziqqan bo'lsangiz egalarining telefon raqamini videoni past qismida yozib qoldiraman. O'zlariga telefon qilib to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Videoga like bosib, Forest ishlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, hammaga rahmat.